Assalomu alaykum. Bugun xalqaro tashishlarda ishlatiladigan transport vositalariga qo'yiladigan talablarni sodda va qiziqarli tarzda ko'rib chiqamiz. Birinchi talab, transport vositasi texnik jihatdan to'liq soz bo'lishi kerak. Tormoz, chiroq, shiina va rul tizimi ishonchli ishlashi shart. Ikkinchi talab, mashina vazni va o'lchamlari xalqaro me'yorlardan oshmasligi kerak. Aks holda chegarada muammo yuzaga keladi. Transport vositasi rasmiy ro'yxatdan o'tgan, texnik ko'rikdan o'tgan va yo'lga chiqishga ruxsat etilgan bo'lishi lozim. Xalqaro tashuvda yuk bo'limi xavfsiz, yopiq va bojxona nazoratiga mos bo'lishi juda muhim. Agar yuk tir tartibida tashilsa, transport vositasining kuzovi plombalanishga va yo'l davomida ochilmasdan nazorat qilinishiga mos bo'lishi kerak. Transport vositasida yong'in o'chirgich, ogohlantirish belgisi va favqulodda holat anjomlari bo'lishi shart. Ko'plab xalqaro tashuvlarda avtomobil harakati, haydovchi vaqti va marshrut nazorati uchun tachograf ishlatiladi. Zamonaviy xalqaro tashuvlarda avtomobilning ekologik ko'rsatkichlari ham muhim. Chiqindi gaz va umumiy texnik holat nazorat qilinadi. Agar tez buziladigan mahsulot tashilsa, transport vositasi sovutgichli yoki issiqlikni ushlab turuvchi maxsus kuzov bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Xavfli yuk tashilsa, oddiy yuk mashinasi yetmaydi. Maxsus jihozlangan qo'shimcha himoya vositalari bor transport vositasi talab etiladi. Yuk avtomobil ichida to'g'ri joylashtirilishi va mahkamlanishi kerak, chunki yo'lda siljish katta xavf tug'diradi. Ba'zi tashuvlarda transport vositasi kema yoki temir yo'lga ham mos bo'lishi kerak. Talablarga mos transport vositasi chegaradan tezroq o'tadi, tekshiruvda kamroq ushlanadi va tashish jarayoni ancha ishonchli bo'ladi. Xulosa shuki, xalqaro tashuv transporti xavfsiz, ishonchli va barcha talablarga mos bo'lishi kerak. Rahmat.